Nimaga erishdi? Ha? Olibdegarchilik qilishga. Joyini qilib qo'yaman. Yo'g'i, aqling yetmaydi. Spokойно yetadi. Aqling yetmaydi. Akalaringdan yordam Ha? beraman. Kim menga Alloh yordam beradi. Men senga aytmoqchi. Alloh yordam beradi. Senga o'xshagan kibr. Qizidan qo'ya olmayman. Yo'g'i, Ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuv bo'layotgan holat bo'yicha Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan avtomashina hamda haydovchi olib kelindi. Yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasiga juda ham ko'rsiz bilan bog'liq holatda. Birinchidan siz o'zingizni, o'zgalarni hayotini xavf ostiga qo'yib, qarama-qarshi harakatlandingiz. Keyin har xil fikrni bildirasiz. Nima uchun sabab? Sababi oddiy, nima deydi? Oilaviy sharoit. Endi erkak kishimiz mashada farzandlari ikkisidan bittasi sinab o'tdi. Shunga tez-tez uyga yetib olib, kerakli chora-tadbirlarni ko'rsatish uchun sizlarni ovora qilganimdan uzr so'rayman. Atidan qilingan narsa emas bu. Boshqa naqa emasmi? Atidan qilib yurmayman. Kelajakda tavsiya beramiz, kimdir bemor bo'lsa, kimdir mazasi yo'q bo'lsa, zudlik bilan shifokorlarni chaqiring. Shifokorlar birinchi tez yetib kelib, birinchi yordam ko'rsatadi. Ushbu avtotransport haydovchisining ijtimoiy tarmoqqa tarqalgan videosi bo'yicha mana chaqirtirildi. Endi haydovchiga tegishli ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Yo'llarda haydovchilardan belgilangan qonunlarga, qoidalarga rioya qilishni so'rab qolamiz. Yo'ldagi xato hech kimni kechirmaydi.